Mavluda opa, siz uchun atalgan surpriz sovg'alarning, hadyalarning bu hali hammasi emas edi. Ushbu ajoyib surpriz tabriknoma maktubida farzandlaringizni siz uchun atalgan chiroyli she'riy sovg'asi ham bor ekan. Maylimi, hozir shuni ham o'qib eshittirsak? Mayli. Ko'rdim dunyo ozorlarini, goho kelar dunyodan kechgum, holim bilmas, so'ramas birov, onamdayin bo'lolmas hech kim. Ko'zim tikib yo'lin poylagan, bolam sog'mi deya o'ylagan, taqdirimdan yonim so'ylagan, onamdayin sog'inmas hech kim. Borsam kulib eshigin ochar, kel bolam deb bag'riga bosar, bor mehrini beminnat sochar, onamdayin kutolmas hech kim. Deysiz bolam ko'zim qarog'im, ortimdagi porloq chirog'im, omon bo'lsang yo'q dilda dog'im, onamdayin sevolmas hech kim. Xavotirda yonadi har dam, xokisorim ah kamtarginam, o'ylar mudom xasta bo'lsa ham, onamdayin o'ylamas hech kim deya ushbu she'riy sovg'ani hamda go'zal dilizkorlarni sizga cheksiz hurmat va mehr muhabbat ila Alloh bergan ne'matlaringiz, farzandlaringiz, mehribonimiz, onajonimiz uchun deya loyihamizga yozib yo'llagan ekanlar. Biz esa siz uchun atalgan surpriz tabriknomani sizga o'qib eshittirdik opajon. Rahmat Aynali, rahmat. Rahmat. Charchaning Xudoya. Rahmat, tashakkur. Bilasizmi opajon, siz bilan bo'lib o'tayotgan ushbu suhbatimiz loyihamiz tomonidan yozib olinmoqda. Shu boisdan ayni dam sizga ham imkoniyat beramiz. Marhamat, sizning ham nuri diydalaringiz, Alloh bergan ne'matlaringiz, farzandlaringiz, nabiralaringiz uchun atalgan chiroyli tilaklaringiz, qolaversa go'zal duolaringiz bo'lsa, biroz fursatlardan so'ng mehribonlaringiz sizning ovozlaringizni tinglab xursand bo'lishadi. Marhamat, biz sizni eshitamiz. Xudovando bandalaring sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, yolg'iz balamni Alloh panohida asrasin. Qizlarim ham sog' bo'lsin, tushgan joydan qo'sha qarisin, o'zidan ko'paysin, nimani yaxshi niyatiga yetsin Xudoya. Sizlarga ham mana shunday ishtirishlarni o'barganlaring uchun sizlarga ham rahmat. Ko'nglim ancha taskin topdi. Xudoya umrlaring uzoq bo'lsin. Ishlaringni omadini bersin. Banlarimga hammasiga xo'jayinga rahmatnoma aytaman. Rahmat. Albatta bu quvonch ko'z yoshlari onajon. Ilohim har doim mana shunday sizni yaxshi ko'rib, hurmat qilib qadrlaydigan dilbandlaringizni vaqtiga hamisha siz ham sog' salomat bo'ling. Turmush o'rtog'ingiz bilan, Zokir aka bilan qo'sha qarib, uzoq yillar farzandlaringizni rohatini, huzurlarini rohatlarda ko'rib yurishlik nasibi ro'za aylasin. Alloh nasib qilib haj ziyoratlariga borib, Makkatullohlarni tavof aylab, hojota va hojona bo'lishlik baxtlari sizlarga ham nasib qilsin. Rahmat, sog' bo'linglar, umrlaring uzoq bo'lsin. Hayotlaring tinch bo'lsin, banlaringiz baxtga bo'lib butun bo'lsin. Hammanikiga Xudoyo rahmat aylaylik. Rahmat, tashakkur. Yana bir bor bugungi shukronalik ayyomingiz bilan sizni loyihamiz tomonidan samimiy muborakbod etamiz. Yaqin fursatlar ichida siz bilan mazmunli suhbat davomida go'zal dil izhorlar loyihasi boshlovchisi Marjona Fayzullayeva bo'ldi. Yana bir bor bugungi shukronalik ayyomlar muborak bo'lsin. Bugungi tug'ilgan kun ayyomlaringizni yaxshi o'tkazib oling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat Aynali, Marjonajon, sog' bo'ling. Xizmatida charchama. Chiroyli ovozlaringga ko'z tegmasin. Rahmat. Rahmat, tashakkur.